Qarzdan chiqa olmayotganingizning sababi qarzingiz ko'pligida emasligini bilasizmi? Ko'pchilik qarzga botib qolganda faqat bitta narsani o'ylaydi. Qani endi pul topsam-u qarzimni to'lasam va qarzni to'lashingiz mumkin, lekin oradan vaqt o'tib yana qarzga kirib qolasiz. Xo'sh, nega bunday deb o'ylaysiz? Chunki siz qarzni yopgansiz, lekin qarzga olib kelayotgan sababni yopmagansiz. Agar siz ham takroriy muammolar ichida yashayotgan bo'lsangiz, men sizga barakali ayol kursida aynan shunday mavzularni chuqurroq tushuntiraman. Bu kursda siz faqat pul topishni emas, balki pulni ushlab qolishni, uni to'g'ri boshqarishni va barakali ayol bo'lishlikni o'rganasiz. Eng muhimi, pulga bo'lgan ichki munosabatingizni o'zgartirasiz. Agar siz ham qarzdan chiqib, yana qarzga kirishdan charchagan bo'lsangiz, pul topasiz-u baribir qo'lingizda qolmasa, rizqim bor, lekin baraka yetmayapti deb siz hissayotgan bo'lsangiz, baraka deb izohlarda yozib qoldiring. Barakali ayol loyihasi haqida ma'lumot beraman.